Xo'p, 0008, xo'p, 11-fevral 2026-yil chaqiruvchi kelgandi. Xo'p, bundan oldin video qila olmadim. Xo'p, hozir tuzatib bo'ldik, xudo xolasa. Xo'p, sabab nima bo'lgan? 188 xatolik berib qolgan, tabloda o'chib yongan. Xo'p, sabab svet o'chib yonganda, o'sha elektr tarmog'idan o'chib yonganda, tok ko'p kelib qolgan va plataga ta'sir qilgan, boshqa bir plataga ta'sir qilgan. Mana o'zlariniki, mana Kitorami Akvikka. Hop, keyin hozir boshqa plata qo'yib berdik, xudo xolasa mana ishlayapti. Yaxshi. Ishlashlari yaxshi, mana o'sha padacha isvyapti, apparatga hali kelmadi, endi keladi xudo xolasa. Endi yaqinda yoqdik. Xo'p, nima demoqchiman? Iloji boricha, hop, shunaqa holat bo'lmasligi uchun, sizlardan plata kuyib qolmasligi uchun, hop, relay напряжение deydi. Mana relay напряжение avtomat shaklidagi, undan keyin antiskachok boshqa tilda aytadigan bo'lsak, vilkali holatda ham sotiladi yoki mana bunday holatda. Iloji boricha yaxshisini qo'ydirganinglar o'ziga plyusga ishlaydi. Chunki mana bu narsa stabilizator deyiladi. Bu tok o'ynaganda ushlab bera olmaydi. Bu stabil qo'yadi. Tokka bir xil maromni ushlaydi. Tok o'ynaganda bu o'zidan o'tkazib olib, mana bu qo'lga ta'sir qiladi. O'sha hisobiga olgan holatda ish tutsanglar, o'zingizga va cho'ntagingizga foyda. Shunaqa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. 24/7 xizmatdamiz. Toshkent viloyati bo'yicha.